biz 3 ta metodni maqolda guruhlarga bo'lib, jamoa bo'lib ishlaymiz. Bizga berilgan reja motobar kalit so'zi metodini qo'llaymiz. Hamda kichik guruhlarda kuzatish kartasi metodini olib boramiz va yana bilim berish tabiat deganda nima tushunasiz? Tabiat. Hop, marhamat. Kuzatishlar, ya'ni kuzatish kartasi. Har bir guruhda kuzatish kartasini olib borish jarayonlari qanday kechishi haqida demak ma'lumotlarni keltirib o'tasiz. Bu biz demak keyslar va muammoli vaziyatlarni hal qilish metodi hisoblanadi. Bunda har biringizga demak bittadan keys beramiz. Vazifamiz esa xatolar o'rganish asosida tushuntirish nusxani turish. Ochib berishimiz kerak degan. Demak, qaysi guruhimiz tayyor? Demak, ko'rsatmali metodni guruhimiz bilan birgalikda ochib berishga harakat qilamiz. Demak, o'quvchilarga qisqa savol beradi. Hozir qaysi fasl? Tarbiyalanuvchilar jo'r bo'lib o'ziga aytishadi bahor fasli ekanligini. Keyinchalik esa tarbiyachi bahorda pedagog to'g'ri obyektni tanlashi muhim bo'ladi. Kuzatish metodining to'g'ri qo'llanishi harflarni o'rganishda harf kartochkalari yoki rasmlar, jadval, diagramma va turli xil multimedia o'rganmaning qiziqish darajasini ham ma'lum darajada ko'tarib bera oladi. Demak, bu videolar orqali sizlarga metodlar, masalan, ko'rgazma, jadvallar, diagrammalar tabiat bilan tanishtirish metodlari. Bu metodlardan bizga olingan mavzu, ya'ni og'zaki metod. Biz o'z jamoamiz bilan metodlar hamda og'zaki tushuntirish orqali bu metodni olib bermoqchimiz. Ishning o'zagi zichlik bu molekulalarning zichligi paydo bo'larkan jismni atrof. Mana bu Lego o'yini. Lego o'yinida bola ranglarni ajrata oladi, shakllarni, katta konsepsiyasi bilan ko'rash va o'ziga qiziqarli bo'lgan narsalar haqida bilishni ko'rgan kichik guruhdagi bolalarda ko'p mashg'ulotlar yoki darslar o'tish davomida oxirgi yakunlovchi qismida bizga berilgan chehralar metodi. Chehralarga o'rgangan narsalari bu barcha metodlar juda ham muhim hisoblangan. Bugungi vazifa mavzuyimiz demak tabiat bilan tanishtirishda mashg'ulotlardan foydalanish, mashg'ulotlarning turi haqida ma'lumotlar yig'ib kelamiz. Rahmat, e'tiboringiz uchun.